Xo'p, 2026-yil 23-yanvar Osiyo avtokreditda hisoblab olib qolingan mashinalarni so'rashib ekan. 5 turdagi hisoblab olingan mashinalarning narxi bilan aytib ketaman. 2013 Spark yangi motorga 43 million so'm, 42 million hisoblab olingan 1 million qo'yib beriladi. 2023-yil Gentra 43 ming yurgan metan gaz bilan jihozlangan 118 million so'm tan narxi, radnoy mashina. 2015-yil Nexia 2 hibrid Luxbis konditsioner radnoy mashina 36 million olingan, tan narxi 37 million qilib beriladi. 2019-yil Nexia 3 bitta arqa krelosiya kraskasi bor, 72 million olingan, 73 million qilib beriladi. 2010-yil Lacetti Gentra qilingan, buni tan narxi 50 million olingan, 51 million qilib beriladi. Pastga nomer qoldiramiz, batafsil ma'lumot olish uchun telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilinglar. Iloji boricha narxga xarid qilinglar. Narxga xarid qilmay kimgadir 20 million 30 million pul bo'lib 10 million 15 million yetmasa, uni ham mikro qarzini gaplashib bera olamiz bemalol.